Keldingmi? Sumkang Mamatga qo'ygan. Bor, ovqatga tuz qolmabdi. Tuz olib kelgin. Nanoyi shakar. Shakar? Ovqatga shakar solinganini qayerda ko'rgansan, ha? Men senga tuz olib kel degan edim. Boringni almashtirib kel. Qanaqa qilib almashtirib kelaman, ha? Esar kallam esimdan chiqib qopti. Tuz o'rniga shakar olib kelibman. Shunga almashtirib bering deysan. Bor. Muhammad Amin, Oyi. o'g'lim menga qaragin. Qizil sabzi olib kelgin, xo'p? Sho'rva qilamiz, bor. Xo'p, bo'ladi oyijonim. Oy, Esar! Kimga o'xshagansan? Men senga qizil sabzi olib kelgin dedi bu. Sariq degandingiz-ku? Bor, yo'qol almashtirib kel. Qanaqa qilib almashtirman? Bilmayman men. Nimaga sizni bolalaringiz bunaqa esara? Qizil sabzi olib kel desam, sariq sabzi olib keladi. Tuz olib kel desam, shakar olib keladi. Qaysi ispas qarindoshingizga o'xshagan bular? Ha, juda ham yaqin qarindoshimga o'xshaganda. Kim ekan u? Kallasi qursin. Sen! Men? Sendaqa yaqin qarindoshim yo'q. Men qachon isarlik qildim? Qachon ispaslik qildim men? O'tgan hafta produkt olib kelganda pul berib yuborsam, produktdan o'rniga kosmetika olib kelding-ku. Xuddi shunday. Bular har qalay ana produktlar oilaga foydasi tegadi, lekin kosmetika o'zingdan boshqa hech kimimizga foydasi tegmaydi. O'zi buvim rahmali rost gapirgan ekan. Erkak kishi hayotda xotiniga do'st bo'lmaydi deganida rost ekan gapi. Hayotda menga erim do'st emas. Bobom bechoraga ham juda qiyin bo'lgan ekanda. Nimaga? Chunki o'sha paytda ham xotinlar faqat o'zini foydasini o'ylagan, hozir ham o'zini foydasini o'ylaydi. Boshqalar bilan hech chamishi yo'q. Yana aybni boshqalarga to'nkashni juda yaxshi ko'radi. Bo'ldi, sizni tushundim. Endi dardimni bundan keyin sizga gapirmayman. Xudoga shukr, quloqim tinch bo'lar ekan. Happy Mustafa!